Uz kanalining qadrli a'zolari, bugun sizlarga upakovka biznesi uchun dazmollarimizni ikki xil variantini tanishtirib o'tamiz. Birinchisi abishning, ikkinchisi pistolet dazmollarimiz. Bularimizni gullarini ko'rsalaring, bemalol tushunasizlar qanaqa paket yopishini. Bularimizni eng kichkinalarini olib, bemalol uy sharoitida biznes qilib boshlasangiz bo'laveradi. Eng kichkinasi o'sha 250 ming so'mdan boshlanadi. Bularimiz bemalol o'sha eng hamyonbop narxlarda. Video boshini videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz sizlarga mana shu birinchi variantlarni tanishtirib o'tishni boshlaymiz. Bularimizni ishlashini tushuntirishimiz shart emas, chunki juda ham sodda mexanizmda hammasi bir xil ishlaydi. Qanaqa desalaring, mana bu yerda mana to'ka suqqandan keyin gradusni qo'yadigan joyi bor. Chunki paketlangan qalin yuqoriga qarab gradusni qo'yib turib, shundoq yopsalaring, paketlaringni 4-5 sekundgacha yopib chiqarib beradi. Bo'sh qo'yadigan graduslaringga qarab o'sha sekundda o'zgaraveradi. Bunimiz eng kichkinasi 20 santimetrlarimiz. Bularimiz narxlarini aytib o'tib ketaveramiz. Eng kichkina 20 santimetrligini narxi, bularimiz ikki xili bor, plastmassa korpusli hamda temir korpusligi bor. Plastmassa korpuslarining narxini 250 ming so'm, temir korpuslari 320 ming so'm. Xo'p, 30 santimetrligimiz, plastmassa korpusligi 350 ming so'm, temir korpusligi 420 ming so'm. Temirli 40 santimetrligimiz, bunimizni plastmassalari 450 ming so'm, temir variantlari 520 ming so'm. Shu aytayotgan narxlarimiz ichida bularimizga bunaqangi bitta lenta hamda spirallarini bonusga, zapasga qo'shib beramiz. Buni aloqaga chiqsalaring, ko'p bas 50 ming so'm atrofida kelishadigan joylari bor, xonalari bor. Keyingi variantlari bularimiz bunaqangi o'q dazmollarimiz. Bularimiz qanaqasidan tushunishinglar uchun prostoy lyuks variant degan bo'laveradi. Bunimiz eng kichkinasi 50 santimetrdan boshlab 60, 80, 90, 1 metrgacha bo'lgan variantlari bor. Bularimizni olganlaridan keyin aytib o'tgan narxlarimiz ichida bunaqangi lentalari, hamma spirallari bonusga qo'shib beriladi. O'zlarining daftarchalarigacha shu dokumentlari hamma yo'lari bor. Bularimizning hammasiga 1 oydan servis garantiya beramiz. Va eng kichkina 50 santimetrlik narxi $110 dan boshlanadi. 60 santimetrlar $120, 80 santimetrlari $140, 90 santimetrlar $150, 1 metrliklari bo'lsa $170 qilib beramiz. Bularimizni hammasi 220 da bemalol ishlayveradi. Buni olganlaringdan как положено lentalar bu ketadigan narsa bo'ladi. Tez ketamaydi. O'sha paketlarni qanaqa gradusda yopishinglarga qarab tez-sekin lentalari ketaveradi. Bu lentalar sizlar tugagandan keyin o'zimizda alohida sotuvda xohlagan razmerlaringda mavjud va yo'q bo'lsa ham zakaz bo'yicha любой razmerlarni olib keltirib beraveramiz. Endi ikkinchi turi pistolet dazmollarimiz. Bularimiz 20, 30, 40, 50, 60 santimetrlari bor. Bularimiz ham narxlarini o'zini aytib o'tib ketamiz, chunki bular ham ishlashlari sodda. Buni ham bunday graduslarni qo'yib turib, paketni qalin yuqoriga qarab o'zgartirib, yopib ishlatsangiz bo'laveradi. Agar iloji bo'lsa, biz sizlarga video oxirida bularimizni ishlash videolarini ham ko'rsatib o'tib ketamiz. O'zimiz ishlatib ko'rsatib beramiz. Buni ham video oxirida ulab ketamiz. Agar video oxirigacha ko'rsalaring, ishlashlarini ham tushunib olasizlar. 20 santimetrlik narxi $60, 30 santimetrlik narxi $80, 40 santimetrlik narxi $100, 50lik $120 hamda 60lik $140 qilib beramiz. Bularimizni hammasiga 1 oydan servis garantiya. Bizda undan tashqari faqat bunaqa dazmol oddiy upakovka qilmaydi. Vakuumli upakovka hamda havosini ishirib upakovka qiladigan stanolarimiz ham dal ichida mavjud. Bularimiz ham keyingi videolarda xudo xolasa avzorlarini qo'yib ko'rsatib chiqamiz. Kimga narxlari ma'qul kelgan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. O'sha aytib o'tganimizdek garantiyalari bor, 220 da ishlaydi hamda o'sha bonusga lentalarni ham qo'shib beraveramiz. Xo'p, bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'yicha yetkazib beramiz. Aytgancha manzilimiz Farg'ona shahar, Polsha bozori oldida, orientir. O'zbekiston bo'yicha dostavka qilib beramiz. O'zbekiston Farg'ona Marg'ilon shahri ichida dostavka bepul, qolgan joylarga kelishgan holda bo'ladi. Videoga like, kanalga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz bundan keyin o'sha aytib o'tganimizdek, yana ikki xil vakuum hamda havosini ishlaydigan upakovkalarni video qilib chiqaramiz.